Salom do'stlar, hozir daraxt ko'ryapsiz. Qahvali qancha ko'rdik, oddiy daraxtlardan ko'rdik. Mana daraxt chopib yuribsiz. Hozir bitta joyni to'g'rilab olay. Mana hammasini to'g'riladim. Endi daraxt chopishni davom etamiz. Shu tomonda. Nima bu? Nima bu? Yana kechqurun tushgan. Nima qilsam bo'ladi? To'xtal. Nima? Menga barachi. Yo'q. Bugun buni kechqurunda mana to'qlarni qo'ydim. Buni aka bor topgandim. Aka borish menimcha bugun ertalabdan boramiz. Ketdim. Uyimga zoda bas qishloq borgandim. Uyim ichiga kirganimda ko'rsataman. Yorug' tushganda. Hozir do'stlar mana yetib kelyapmiz. Yerdan yorug' tushdi. Mana endi yo'lga boramiz. Uyimiz haligi joy. Xuddi joyga buyuk qo'yganmiz. İçeriye kirib ko'ramiz. Buni kim qurganini bilib olamiz. Agar bilolmasak buni ikkinchi qismi ham bo'ladi. Oho, bu parkuru. Nima? Nima olsun? Yo'q, ketdim. Bu parkur shuncha oson, Onunla qaraylar. Uch bahodir deysizlar-da. Jo'g'digar uchasini bitta yog'ida, bitta yog'i xullas jo'ja xorozga o'xshadi. Mana shunaqa narsa bo'ladi. Mana shu tarafda ko'ramiz. Nima bo'ldi? Kim qurgan ekan buni? Agar buni bilishni istasangiz, buni ikkinchi qismini chiqaramiz. Faqat sizlar like bosishinglar kerak. Bu videoga bir 30 tacha like bosinglar. Ikkinchi qismini voy bilan tushib ketadigan xuddi. Nima dedim? Oson bas. Do'stlar, qo'limdagi narsalar qayerdan kelganini so'ramoqchilarmi? Mana bu daraxtlarni kecha chopganimizlarni ko'rdinglar. Bu olmos narsalar esa sotib oldim. 45 ta so'mga sotib oldim. Eng qimmat olmos qilich bo'ldi. Negadir. Lekin olmos qilichga 2 ta olmos ketadi, lekin nimadir eng qimmat tosh bo'ldi. Do'stlar, hozir yorug' pasayib bo'ldi. Do'stlar, mana ikkinchi joy topdim. Mana hozir mana videoni qaytadan oldim. Yomg'ir ham boshlanib ketdi. Kamerani chiqarganimcha. Endi sakrab. Ana shak. O ana keldi. Tak qilish kerak. Tak. Kim bor? Kim bor? Tak. Hey, kim bor? Kiraveramiz. Voy! Xudoyo! Ovqat bilanman butun umr yashab qolaman. Yo! Damlama narsalar yo! Sandiqdan o'rgan. Yo! Mayo! Bunu videonun mantiqi qismi ham bo'lishi kerak.
Voy biling, mana bu yoqqa shu bilasizlar bas. Bunda Tunçanı kimga tegishli ekan? Buncha narsa bu uy kimga tegishli? To'xtinglar, mana nezir blokmi, nezir qalami. Nezir qalanikimi? Sho'sta. Nezir qalamikimi? To'xtinglar-chi. Nezir qalaniki ekan. Bularni qanday olishgan bular? Ana qanday deb boydi bu. Bu videoning ikkinchi qismi ham bo'ladi. Faqat sizlar bu videoga 30 ta like bossanglar, ikkinchi qismni chiqaramiz. 3 gacha sanayman. To'xtab turinglar, do'stlar, to'xtab turinglar. 3 gacha sanayman. Kim obuna bo'lmasa o'sha bot. 1 2 3 Albatta hozir buncha tezda gardim. Hayron bo'lmanglar, bu videoni hali ikkinchi qismi bo'ladi, to'g'ri, lekin bu narsani kim qurishi mumkin? To'xtanglar-chi. Bu tomonda ham narsa yo'qmi? To'xtanglar. Bu narsani kim qurishi mumkin? Kim qura oladi? Jo'digarni anaqa shu bu daraxtdan 3 bahodir deysizlar-da, do'stlar. Xuddi mana shunaqa 4 ta oyoqli, 2 ta oyoq bor edi, mana shunaqa 4 ta panjasi bor edi. Jodugar uyda. Bunaqa daraxtlar ham bor edi, yerdan bunday chiqib turib hujum qiladi. Ya, jodugar uyi. Jodugar bu unikini kim qurganini undan so'raymiz. Agar jodugar bo'lmasa, Jilesdan so'raymiz. Ozlik davlamasini yo'q jodugar, unaqada Jilesdan so'rab ko'ramiz. Hoy Jiles, yaxshimisan, tuzukmisan? Yaxshiman, tuzukman. Sen mabodo urma Jiles, urma biling. Sigirdan sandan yaxshiydi. Ishdan so'rab ko'rsanmi? Nima so'rayman? Sigirdan so'ramayman. To'xtanglar, buni bolasi chiqadi. Bunaqada. Hoy Jeleznik, bu narsalar kim qildi? Aytchi. Bu narsalarni bitta qudratli sehrgar qurdi. Uning uyi bu. Agar bu uyga kirgan bo'lsangiz, u sizni unutmaydi va sizga hujum qiladi. Siz qaysi qishloqda yashaysiz? 13-chi. Demak, sizni qishlog'ingizga atom bombalar yomg'ir qiladi. U qishloqdan asar ham qolmaydi. Ishonmayman. Men ketdim. Do'stlar, o'shanaqa ekan, 3 gacha sanayman. Hech kim obuna bo'lmasa, to'xtab turinglar. 1 2 3 Obuna bo'lmagan uylayib ketsin. Urgan cho'dan betiga to'g'ri o'tib ketsin.